Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan pul va banklar kursini boshlaymiz. Birinchi mavzumiz pul va banklar faniga kirish qismiga bag'ishlangan bo'lib, shu mavzu doirasida pulning paydo bo'lishi zarurligi va funksiyalari haqida sizlarga yangi bilimlar berib o'tamiz. Mavzu doirasida quyidagi rejalarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Bular o'sha fanga kirish, fanning o'zi o'rganishning zarurligi, maqsadi va vazifalariga e'tibor qaratamiz. Pulning mohiyati, uning yuzaga va uning o'ziga xos xususiyatlari haqida to'xtalamiz. Pulning vujudga kelishi va zarurligi haqida ma'lumotlar beramiz. Pulning rivojlanish tarixi, pulning funksiyalari va pulning turlari haqida sizlar bilan muloqot yuritamiz. Dastlab pul va banklar faniga kirish qismiga to'xtaladigan bo'lsak, umuman pul va banklar alohida fan sifatida o'rganishning zarurligi nima bilan belgilanadi? Bizga ma'lumki, o'sha banklar yoki pul muomalasi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Bu uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning natijasi hisoblanadi. Zamonaviy sivilizatsiyalarning muhim bir ajralmas qismiga aylanib bo'ldi. Ularni amal qilishi ijtimoiy ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish jarayonlarini uzluksizligini ta'minlash imkonini beradi. Pul va banklar fanining maqsadiga to'xtaladigan bo'lsak, albatta bu shu talabalarga, sizlarga pulning zarurligi, mohiyati va ahamiyati, pul nazariyalari, pulning aylanmasi, kredit va kredit munosabatlari, bank va banklar tizimi, banklarning faoliyatiga qaratilgan chuqur nazariy, amaliy bilimlarni berishga yo'naltirilgan. Fanning o'ziga uning vazifalari sifatida esa o'sha talabalarga pulning mohiyati va pul muomalasi qonuniyatlarini o'rganish, pul aylanmasi, pul tizimi to'g'risida chuqur bilim va ko'nikmalarni hosil qilish, bank tizimi va uning ahamiyati haqida nazariy va amaliy bilimlarni o'rgatish hisoblanadi. Pul va banklar fanining predmeti bo'lib, pullar va pul muomalasi hamda banklar va bank tizimi bilan bog'liq pul kredit munosabatlarini o'z ichiga qamrab oladi. Endi pulning mohiyati va uning o'ziga xos xususiyatlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, mana shu ratsionalistik va evolyutsion qarash asoschilari, iqtisodchilari deymiz ularni, pul mohiyati to'g'risida turli qarashlarga ega iqtisodchilar tomonidan. Masalan, Arastu o'zining pul mohiyati haqidagi to'g'risidagi qarashlarini quyidagicha ifodalaydi. Pullar, demak, mohiyati o'zaro bir-biriga teng qiymatni harakatga keltiruvchi biror bir maxsus buyum sifatida qarashadi uni. Kishilar orasida o'zaro kelishuv natijasida qabul qilinadigan bir shartli birlik asosida qabul qilinadi. Paul Samuelson pul mohiyatiga u sun'iy ijtimoiy shartlashish belgisi deydi. Ya'ni jamiyatdagi aholilar o'rtasida biror bir buyum narsani yoki tovarni o'sha ijtimoiy shartlashish belgisi sifatida qabul qilishadi. John Galbraith esa qimmatbaho metallarni pul vazifasini bajarishi bu shu kishilar o'rtasidagi kelishuvning mahsuli deydi. Bu ham o'sha, demak, jamiyatda insonlar, shaxslar biror bir narsani, tovar va xizmatlarni biror narsaga, buyumga almashtirish bilan bog'liq bo'lgan munosabat sifatida qaraladi. Albatta, pulning mohiyatiga bitta yakdil tushuncha yo'q, bir alohida bir bir umumiy yakdil tushunchaga kelinmagan. Unga turli xil qarashlar bor. Jumladan pul umumiy ekvivalent rolini o'ynaydigan maxsus tovar deb ham talqin etuvchi iqtisodchilar toifasi ham bor. Yoki pul abstrakt mehnat xarajatlarini o'zida aks ettiradigan buyum sifatida qaraladi. Yoki tovar xo'jaligidagi ijtimoiy ishlab chiqarish munosabatlarini ifodalab beradi pul degan qarashlar ham mavjud. Umumiy tarzda pulga agar ta'rifni shakllantirayotgan bo'lsak, demak, pul bu umumiy ekvivalent sifatida qo'llaniladigan universal tovar turi bo'lib, boshqa tovarlarning qiymatini o'zida ifodalaydi degan ta'rifga to'xtaladi. Yoki unga pul bu mutlaq likvidlikka ega bo'lgan ne'mat sifatida ham qaraladi pulga. Tovar pul munosabatlari quyidagilarni ifodalaydi. Bizga ma'lumki, o'sha dastlabki natural xo'jalikdan davridan boshlab, o'sha eramizda avvalgi insoniyat sivilizatsiyasi, jamiyat paydo bo'lgan ekan, tovar pul munosabatlari shakllangan. Ya'ni tovar ishlab chiqarish, natural xo'jalik birinchisi sifatida boshlanayotgan bo'lsa, tovar ishlab chiqarish boshlangan, asta-sekin tovarlar bir-biriga ayirboshlagan. O'shanda o'sha tovarlarni ayirboshlash sifatida ma'lum bir tovarlar shu ayirboshlash ekvivalenti sifatida xizmat qilgan.
Albatta tovarlar ishlab chiqarilgandan keyin sekin asta tovar pul munosabatlari, savdo sotiq rivojlangan sari tovarlarni ehtiyojdan ortiqcha ishlab chiqarish harakati qilib, ularni endi sotishga ayirboshlashga qarashga harakatlar ham demak amalga oshirib kelinaveradi. Va pul muomalasiga xos munosabatlar, o'sha aytayotganimizdek, ma'lum bir tovarlar, buyumlarni ishlab chiqarib, uni ayirboshlashdan keyin bir-biriga ayirboshlash. Endi dastlabki vaqtlarda agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana pulning vujudga kelish zarurligiga, ahamiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, demak, tovar ishlab chiqarish rivojlanishi ilk bosqichlarda o'sha pulsiz ayirboshlashni vujudga keltirgan, ya'ni barter asosida muayyan bir tovarga, muayyan bir tovarni. Masalan, bir qop donga, masalan, qo'y yoki qanaqadir boshqa bir tovarni ayirboshlash sifatida, barter sifatida amalga oshirib kelingan. Eramizdan avvalgi 2-3 ming yilliklar avval esa pul ekvivalentlaridan turli xil buyumlardan foydalanilgan. Turli millatlarda albatta bular turli xil tovarlar o'sha umumiy ekvivalentlik rolini bajarib kelgan. Xususan, agar mana qiymat shakllari sifatida pulni e'tibor qaratadigan bo'lsa, uni qiymat shakli sifatida uni nimani ifodalaydi, qanaqa qiymatni o'zida ifoda etgan o'sha tovar sifatida. Mana o'sha dastlabki uni 4 ta tasnifga bo'lib o'rganadigan bo'lsak, qiymatni oddiy yoki tasodifiy shakli sifatida biror bir tovarni, masalan, mana bir qop donni bitta qo'yga yoki bitta boltaga ayirboshlash amalga oshirilgan. Bu o'sha tasodifiy yoki shaklni, sifatni ifodalab beradi tovarning qiymatini. Qiymatning kengaytirilgan shakli asta-sekin turli mamlakatlarda turli ne'matlar, ya'ni tovar munosabatlari rivojlangan sari, savdo sotiq rivojlangan sari, ijtimoiy sivilizatsiya rivojlangan sari turli davlatlarda bu tovarlar, demak, pulni o'sha rolini o'ynaydigan tovarlarni shakllari kengayib boradi. Turli mamlakatlarda albatta geografik joylashuvlardan ham kelib chiqqan holda bular turlicha farqlanadi. Masalan, mana AQShda deyamiz tamaki mahsulotlari. Asosiy o'sha kengaytirilgan shakllarda ishlatilayotgan bo'lsa, Sharqiy Hindistonda fil suyagi yoki qand mahsulotlari, yoki qadimgi Gretsiyada esa buqa, ya'ni jonivorlar, yoki Shotlandiyada mix rol o'ynagan, Misrda esa mis va boshqa ko'plab don, tuz, jun kabi juda ko'plab tovarlar, buyumlar umumiy ekvivalentlik rolini o'ynab boshlagan. Qiymatning umumiy shakli, endi tovar munosabatlari rivojlangan sari bu umumiy shaklga keltirish kerak. Endi orada bu o'sha qiyinchiliklar turadi, albatta bitta tovarga, bitta qo'yga olib borish, uni tashish yoki boshqa almashtirish narsalari nuqtai nazaridan bular qandaydir o'sha murakkabliklarni, qiyinchiliklarni yuzaga keltirish narsa endi qiymat umumiy shakliga o'tib boshlangan asta-sekin. Unda o'sha asosan qo'y yoki birorta jonivor yoki don, jun va boshqa qimmatbaho qandaydir buyum shu ne'mat tovarni qiymatini o'lchaydigan asosiy ne'matga aylangan. Qiymatning pul shakli endi o'sha aytganimizdek bu narsalarni almashtirish, ularni tashish, boshqa saqlash xarajatlarini oshirib murakkabchiliklar keltirgan shari umumiy bir pul shaklida o'ynaydigan bir qiymatni vujudga keltirish amalga oshirib boshlangan. Albatta bu tovar munosabatlarining, tovar pul munosabatlari rivojlanish sari, ya'ni ayirboshlash, ishlab chiqarish rivojlanish sari shunday jarayonlarga asta-asta o'tilgan. Endi qiymatning pul shaklini albatta o'sha davrda, oldingi davrlarda demak asosan metal pullar bilan amalga oshirilgan. Bular asosan kumush va oltin. O'sha barcha tovarlar ichidan demak bular mana shu kumush bilan oltin asosiy umumiy ekvivalent vositasi sifatida ajralib chiqdi. Tovar ayirboshlash munosabatlari ular o'sha rivojlangan sari aytganimizdek endi umumiy bitta hamma uchun maqbul bo'lgan bir qulay tovarni izlashni obyektiv ravishda taqozo etib bordi. Mana shunday obyektiv bir tovar, qulay bo'lgan tovar sifatida mana shu metal buyumlar, ya'ni bronza, temir, muz, kumush, oltin, oltinlar mana shunday bir ekvivalentlik rolini o'ynay boshladi. Muomalaga kiritilgan ilk pullar sifatida o'sha moneta deymiz, ya'ni tanga nomi bilan yuzaga ifoda etilyapti. Bu o'sha qadimgi Yunoniston, ya'ni Yunona nomlaridan birini, ya'ni Juno monetani, ya'ni ogohlantiruvchi Yunona sharafiga qabul qilingan. Rimdagi Kapitoliy tepaligi Yunona saroyida mana shunday zarbxonalar paydo bo'lgan. Pulni chop zarb etadigan.
Yana qisqacha bir tarixiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, dastlabki metal pullar eramizdan oldingi o'sha 7-asrlarda Xitoyda va O'rta Yer dengizi davlatlarida, ya'ni Lidiya va Eginadada paydo bo'lib boshlagan. Albatta, dastlabki metal pullar har xil shaklda bo'lgan, keyinchalik ularning o'sha muomalasini amalga oshirish, tashish, saqlash va qandaydir boshqa jihatlarni, xususiyatlarini inobatga olgan holda sekin-asta ular yumaloq, ya'ni yumaloq shaklga aylangan holda zarb qilinib boshlangan. Qog'oz pullar to'laqonli pullarni taqdim etuvchi pul belgilari hisoblangan. Ilk qog'oz pullar eramizning o'sha 12-asrda bu ham Xitoyda paydo bo'lgan. Amerika yoki Yevropada bular 17-18-asrlarga kelib paydo bo'lgan. Rossiyada esa bu 1769-yilda ilk marotaba joriy etilgan. 1816-yildan 1900-yillargacha mamlakatlarning ko'pchiligida o'sha oltin yoki oltin tangali standartga o'tilgan. Mamlakatning asosiy pul birligi o'sha oltin tangada zarb qilingan. Uning nominali uning tarkibidagi oltin qiymatiga teng bo'lgan. Kumush yoki mis tangalar asosiy mayda pullar rolini o'ynagan. Pulni funksiyalariga to'xtaladigan bo'lsak, iqtisodchilar pulning asosiy 5 ta funksiyasini e'tirof etishadi. Ya'ni bu birinchisi pulning qiymat o'lchov funksiyasi, pulning muomala vositasi funksiyasi ikkinchisi bo'lib, uchinchisi pulning to'lov vositasi funksiyasi, pulning jamg'arma vositasi funksiyasi hamda jahon pullari funksiyalari bular. Endi qisqagina namuna aytaymiz bo'lsa, yuqorida birinchisi pulning qiymat o'lchovi, demak muayyan tovar yaratilgan xizmatlar uni pulda ifodalanishi, ya'ni qiymatini pulda ifodalanishiga aytilyapti. Pulning muomala vositasi, demak endi tovarlarni xizmatlarni ayirib boshlashda albatta pullardan foydalanishni ifoda etyapti. Pulning to'lov vositasi uni o'sha to'lovni amalga oshirish nuqtai nazaridan funksiyasini e'tirof etilyapti. Endi pulni jamg'arish vositasi, albatta pullarni hamma ne'matlarni tovarlarga uni sarflamay, albatta kelajak uchun ham uni saqlash, jamg'arish qilish ham o'zini ahamiyatiga ega. Hamda jahon pullari, masalan o'sha AQSh dollari yoki yevro qandaydir barqaror valyuta pul o'sha jahon puli sifatida rol o'ynagan. Ya'ni oltin bo'lgan o'sha metallar davrida yoki boshqa nimalar. Va shunday umumiy nimasini funksiyalarni o'zini ifoda etyapti. Endi iqtisodchilarning o'sha Yevropa mamlakatlari maktabi hamda Amerika maktabi iqtisodchilari nuqtai nazaridan ularga agar fikr bildirayotgan bo'lsak, Yevropa maktabi iqtisodchi vakillari pulni 5 ta to'lov funksiyasini e'tirof etishadi. Amerika maktabi esa uni asosan 3 ta funksiyasini e'tirof etishadi. Bular hisob funksiyasi, ayirboshlash va jamg'arma vositasi funksiyalaridir. Pullarning turlariga endi kelib to'xtaladigan bo'lsak, evolyutsiya nuqtai nazaridan, evolyutsion jarayonlari nuqtai nazaridan yoki qiymatni o'zi ifodalashga ko'ra turli xil mana slaydda ko'rinib turibdi, turli shakllarga bo'lingan. Bular metal pullar yoki qog'oz pullar hamda kredit pullar deymiz. Ularning qiymatni o'zi ifodalashga ko'ra esa haqiqiy pullar, haqiqiy pul izdoshlar, ya'ni qiymat belgilari sifatida qarayapmiz. Mana bularni quyidagi klassifikatsiyalarda ham ko'rishimiz mumkin. Kredit pullar bu o'sha kredit munosabatlarida yuzaga keluvchi va to'lov vositalarini bajaruvchi qiymat belgilarini ifodalab beradi. Kredit pul evolyutsiyasida o'sha cheklar, banknotalar deymiz, elektron pullar, kredit kartochkalar va hokazolar bularni turli shakllarni ifodalab beradi. Chek bu o'sha omonatchini tijorat banki yoki markaziy bankka yozma ravishda yozib beradigan o'tkazma vekselning bir turi, shakli sifatida qaraladi. Bu ilk bor 1863-yilda Angliyada joriy qilingan. Veksel bu qarzdorning yozma majburiyati. Ya'ni kreditorning qarzdorga vekselda yozib berilgan summani muayyan muddatda to'lab berish majburiyatini o'zida ifoda etadi. Banknota bu esa bankning qarz majburiyati. Ya'ni shu mana hozirgi vaqtda banknotalar markaziy banklar tomonidan veksellarni qayta hisoblash, turli kredit tashkilotlari yoki o'sha davlatlarning kreditlash yo'li bilan chiqariladigan banknotalar sifatida e'tirof etiladi. Elektron pullar o'z nomi bilan, demak bular o'sha banklarning maxsus kompyuter dasturiy ta'minotlari vositasida ularning tasarruf qilish maxsus elektron qurilmalar yordamida amalga oshirilishini ifodalab beradi. Kelajakda albatta boshqa turli hozir mana raqamli iqtisodiyot deyamiz, raqamli rivojlanish jarayonlari amalga oshirilyapti. Kelajakda iqtisodchilar shu pullarni smart kartalari yoki qandaydir sohaviy tarmoq pullari egallaydi degan fikrni ham bildirib borishyapti. Mana bular turli xil kartochkalarga ko'ra. Hozirgi bizga qo'llanayotgan nimamizda hozirgi zamonaviy kredit pul munosabatlarida mana elektron pullar ham
blokcheynlar yoki boshqa raqamli aktivlar o'zini muomalasini asta-sekin qog'oz pullarning o'rniga o'tib boryapti. Birinchi mavzu doirasida mana shular edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi mavzularda ko'rishguncha xayr.